Dovyurak va qo'rqoqni farqi nimada? Hech qanday farq yo'q. Ularning sirti ham, ichi ham bir xil. Ikkovi ham o'limdan va og'riqdan qo'rqadi. Lekin dovyurak kishi uni dovyurakka aylantiruvchi amallarni bajaradi va uni qo'rqoqqa aylantiruvchi amallarni bajarmaydi. Fidel Castro. Men nima uchun tug'ilganimni bilmayman, lekin aniq taslim bo'lish uchun emas. Vincent Lombardi. Gunoh qilib tavba qilgan kishilar bilan o'tiring, chunki ular eng yumshoq yurakka egadirlar. Umar ibn Xattob.